yoshligidan ko'p biz ham bunga boyagi nimalar olganmiz, muolajalar olganmiz, natija bo'lmadi-da, bo'ladi, ochilib ketadi deganmiz, yillar davomida olganmiz. Masalan, biz 1 yoshidan bilganmiz-da, shunaqa bo'yin sohasi. 1 yosh emas, dadasi oyligidan. 40 kunlikdan bilgan. Ha, 40 kunlikdan. 40 kunlikdan bilganman. Faqat lecheniya olib yurganmiz, effekt ko'rmaganmiz. Yaxshi. Biz xursandmiz, Xudo xolasa, mana insonlarga, insonning sog'ligi birinchi o'rinda turadi. Shu hamma narsadan ustun turadi, boylikdan, boyagi boshqa narsadan. Endi to'g'ri, boya yo'l xarajatlari, boshqa narsalarni hisobga olganda Hindistonda vrachlari yomon emas insoniylik jihatidan, insonga qadr-qimmatini, haqiqatan ham insonni birinchi o'rinda qo'yar ekan sog'ligini. Shunday. Shu muomala, massaj olasan, suzishga boradi deb sal qiyinchiliklarni bizga tavsiya qilishganda, keyin bu yoqda borganimizdan keyin, o'sha operatsiya chiqqandan keyin yumshoqqina korset berdi. Farzandim qiynalmadi umuman. Operatsiyada jarayonda ham qiynalmadi, operatsiyadan chiqib ham qiynalmadi. Sraz ovqatini yeb, yurib, umuman qiyinchilik bo'lgani yo'q. Farzandim ancha o'ziga kelib qoldi. Mana yuzlari, chertilitsalari 2 xil edi-da. Masalan, bir tarafi yuz tarafi kattaroq bo'lsa, bir tarafi kichikroq edi. Yuz o'sha bo'yni qiyshiq bo'lib, unda bu anaqa bo'lib turardi. Yo'q, hozir rovna bo'lgan hamma joyi. o'xshagan o'zgarish bo'ldi. O'zi ham kattalashdi. Ulg'aydi. Vazn oldi, harakatlari yaxshi, boyagi tinchlanmadi. Yaxshi o'zini harakatlarini sezadi-da bizga. U tomir tortilishi bolaga asabiy ham ta'sir qilar ekanda, hozir ancha asablar joyi tushgan. 2025-fevral oyida bordik. Bizga shu u yerda turgan bo'lsa, shu uzoq bir 7-8 kun turdik. Borganimizdan boyagi birdan tahlillarni, javoblarni berishdi. Bizda to'g'risi umurtqa pog'onalarida ham o'zgarishlar bor degan sal vahimalar bo'lgandi. Keyin shu bilan borganimizdan keyin yo bo'yin sohasida ekan faqatgina, shu bo'yin sohasini, tepa pasini, tomir sohasida boya operatsiyani amalga oshirishdi. Biz o'sha vrachdan juda ham xursandmiz. Muomala jihatidan, insoniylik jihatidan juda yaxshi insonga muomalasi. Doktor Pramod mana bizlarga tushuntirgani juda ham ajoyib. O'zi ham shu ishidan mamnun. Qizimizga hech qanday umurtqa pog'onalariga o'zgarish, ozgina momentiga shram qolgan, mazla beramiz. Yaxshi, u hech qanday muammo yo'q. Xavotir olmanglar, farzandlaringiz Xudo xolasa kelajakda yaxshi o'zini o'rnini topadigan deb bizga maslahatini berdi. Biz xursandmiz. Avvalambor O'zbekistonga shuni kelganiga ham xursandmiz. Bizdan kelib mana shu yerda bizga sabab bo'ldi. Mana bepul anaqalar konsultatsiyalar o'tkazayapti bular. Mana minnatdormiz. Bu nima deydi? Xursandchiligimizda cheki yo'q. Kasal bo'lishmasin, hamma sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin.